Yoz mavsumi yanada salqinroq, yanada zavqliroq, yanada tog' yonbag'rida o'tirgandek dam olib hordiq chiqaradigan darajada bo'lishi uchun albatta bizga konditsionerlar kerak bo'ladi. Mahalliy bozorimizda esa konditsionerlarni ishlab chiqaradigan kompaniyalar juda ham ko'p, turlarini esa son sanog'iga yetib bo'lmaydi. CSR do'konlar tarmog'i esa ajoyib yuqori texnik imkoniyatlarga ega, inverter motorga ham ega, Wi-Fi orqali boshqarishi mumkin bo'lgan ajoyib konditsionerlarni sizga taqdim etadi. Hozirgi kunda ularni xarid qilsangiz, yetkazib berish va o'rnatib berish ham bepul. Bugun sizlar bilan Berk kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan ajoyib konditsionerlar haqida suhbatlashamiz. Ularning texnik imkoniyatlari, afzalliklari va qisman olganda kamchiliklarini ham o'rganamiz. Ekrandan uzoqlashmang, demak, boshladik. Berk kompaniyasi Osiyodagi yetakchi iqlim texnikasi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Aynan shu hamkorlik kompaniyani Yevropada iqlim texnikasi sohasida yetakchilardan biriga aylantirdi. Berk brendining asosiy g'oyasi har bir foydalanuvchi uchun ishonchli, sifatli va hamyonbop konditsionerlarni yaratishdir. Shu sababli Berk o'z mahsulotlarini ishlab chiqarishda Yaponiyaning mashhur Toshiba hamda xalqaro TSL kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi. Ishlab chiqarish jarayoni 98% robotlashtirilgan bo'lib, inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni yo'q qiladi va mahsulot sifatida yuqori darajada, narxlar esa o'rta holatda bo'lishini ta'minlaydi. Berk konditsionerlari 195 dan 235 vatt kuchlanishda silliq ishga tushadi va keyinchalik 175 vattdan 265 vattgacha bo'lgan har qanday kuchlanishda ishlashni davom ettiradi. Agarda kuchlanish bu oralikdan chiqib ketsa, faqatgina predexranitel ishdan chiqish ehtimoli bor. Masalan, siz istiqomat qilayotgan hududingizda elektr energiya bilan doimiy muammo kuzatilishi mumkin. Bu kutilmagan vaziyat elektrni o'chirilishi, qo'shilishi, kuchlanishni haddan tashqari yuqori yoki pasayib ketishiga olib keladi. Tabiiyki, bunday vaziyatlar barcha maishiy texnikani kuyishga olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarni oldini olish uchun Berk har bir konditsionerlari uchun inverter texnologiyani qo'lladi. Bu nafaqat kuchlanish yuqori yoki past bo'lishini oldini oladi, balki elektr energiyaga ketadigan sarf xarajatlarni ham stabil bo'lib turishini ta'minlaydi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, tashqi bloklar namlik va tuz ta'sirida korroziyaga uchrashi mumkin. Berk bunday holatlarga qarshi Bluefin hamda Goldenfin texnologiyasini qo'llaydi. Bu konditsionerlarni umrini uzaytiradi va samaradorligini oshiradi. Berk konditsionerlari yangi avlod kompressorlari bilan jihozlangan. U havo hajmini 20% ga oshiradi. Shunga qaramay, konditsioner shovqin darajasi 1-2 desibalga kamayadi. Bu esa konditsioneringiz tez va jim ishlashini ta'minlaydi. Konditsionerni qo'shgan vaqtimizda tabiiyki ko'zimizga ko'rinmaydigan changlar havoga ko'tariladi. Bu esa allergik holatlarni keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Yo'talish, aksirish, shunga o'xshagan holatlar. Bunday vaziyatlarni hisobga olgan holatda Berk konditsionerlari uchun antibakterial filtrni o'rnatdi. Bu filtrlar sizga ko'zga ko'rinmaydigan bakteriyalarni 99% ga yo'q qiladi. Kunlar isigani sari uyga kirganingizda salqinroq havo bo'lishini albatta istaymiz. Bunday holatlarga ham Berk kompaniyasi yechimni topgan. Ya'ni siz uyingizdagi konditsionerlaringizni Wi-Fi orqali boshqarishingiz ham mumkin. Berk konditsionerlarida bundan tashqari bir qancha rejimlar ham mavjud bo'lib, ularning asosiylaridan eko rejim, uyqu rejimi, avtomatik nosozliklarni aniqlash kabi rejimlar sizni konditsioneringiz uzoq yillar mobaynida sizga xizmat qilishini ta'minlaydi. Aziz kuzatuvchilarimiz, umumiy hisobda menda bugun ushbu konditsionerlar haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni, texnik imkoniyatlarini tanishtirib o'tdik. Albatta, kuzatuvchilarimiz orasida ushbu konditsionerdan foydalanayotganlar yoki foydalanganlar bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sababi navbatdagi xaridni amalga oshirmoqchi bo'lgan mijoz uchun muhim omillardan biri hisoblanishi mumkin bo'ladi. CSR do'konlar tarmog'ida ushbu konditsionerlarni siz oylik to'lovi 499 ming so'mdan boshlab begona pasport evaziga boshlang'ich va qo'shimcha to'lovlarsiz xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. O'zingizni va sevimli insonlaringizni esa ehtiyot qiling. Do'konlarimiz tarmog'ida ko'rishguncha.